Sizga hozir vijdon do'konini ko'rsataman. Fantastika do'kon ekanda. Germaniyada va Shveysariyada qarang. Otabek, bu yerda nima ko'rasiz? Sotuvchi yo'q. Ha. Nima bor? Kamera bormi yo'qmi? Kamera aka mana aylanasiga ko'rsating. Kamera yo'q, qishloq. Hech narsa yo'q. Demak, Otabek, hammadan qizig'i bu yerda ishonch bor va vijdon bor. Juda bu hislar butun dunyoga hali yetishmayapti. Yetishmayapti, qarang. Aslida bu yerda har xil do'konlar bor. Bu qishloq do'koni bilan, ya'ni tabiiy sovun ekan. O'zingiz xohlaganingizni sotib olasiz. Shveysariya qishlog'ini men turmush o'rtog'imga va farzandlarimga va'da bergandim. O'shani sotib olsam. Ko'ramiz. Bunisi 5.10 dan 6 frank, bunisi 3.10 dan 9. Bo'ldi. Demak, Otabek, pulini qarang. Pulini yoki kassada mana bu yoqda to'laysiz yoki nalichka bo'lsa, mana keling ko'rsatamiz. Rockefellerda yaxshi gap bo'lgan eng zo'r pul bu naqd pul. Mana pul, qarang. Mana bu yoqqa tashaladi. Hammadan qizig'i bu oddiygina kichkinagina nomiga ilinib turibdi. Buni lekin hech kim bir tepsangiz yuvib ketadi. Lekin biz unaqa qilmaymiz. hech kim umarib ketmaydi. Albatta. Demak, bunisi mana 560, bunisi 390. Marhamat, matematika bilimlaringizni ko'rsating. 560 ga 390 ni qo'shsa qancha bo'ladi? 5 oldi 950. To'ppa-to'g'ri. Mana 10 mark, demak 10 frankni Shveysariya pulini biz tantanali tarzda keyin qaytarib olmagan holda tashab ketamiz. Mana qani? To'xtang. Mana tushdi. Otabek, gap yo'q. Mana siz ham xuddi shu narsani ko'rsatdingiz, solidarnost, yevropeyskiy solidarnost deydimi? O'zbekskiy solidarnost bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Bizga ham shunaqangi xudo xolasa do'konlar bo'lsa zo'r bo'lardi, chunki bu birinchi o'rinda, demak, o'sha xalqning madaniyati, qolaversa o'sha madaniyatni, nafaqatgina madaniyat, balkim tarbiyasini ko'rsatib turadi. Chunki shveysariyaliklardan va germaniyaliklardan aynan shu narsani biz o'rgansak yomon bo'lmaydi deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri. Ishonchlarga albatta keling va siz ham faqat pulini to'lab keyin chiqib keting.